joyimizni atalishi borasida gapiradigan bo'lsak, bu Nur ota emas, bu yer Nur ato. Nur Alloh subhanahu va taoloning 99 ta ismi. Aton degan so'z arabchadan bu Allohning hadiyasi. Buyuk ipak yo'lining bir tarmog'ida turibsizlar. Tariximiz ko'na tarix. Bu tarix eramizdan avvalga borib taqaladi. Bizga mana Nur qal'asi eramizdan avvalgi qal'a hisoblanadi. Buni ko'pchilik adashib jig'iga tegish uchun buni Aleksandr Makedonskiy qal'asi deb ataydi. Yo'q, ammo Aleksandr Makedonskiy eramizdan avval 329-27-yillarda kelib, bu o'zimizning joylarga o'zini ishlarini bosqinchilik ishlarini qilgandan keyin Nurga ham kelgan. Ammo endi bu Nurga kelganda Nurda Massagetlar va Saq qabilalari bor bizda. Shu ikkita qabila endi o'sha paytda juda yarim o'tiroq, yarim ko'chmanchi holatda yashaganlar. Endi chunki tarixni qaraydigan bo'lsak, Antioxiya va Iskandariyani qurgan u qal'ani. Ammo Nur qal'asi haqida hech kim gapirmayapti. Nur qal'asi esa u kelganda butun foydalangan bo'lgan qal'a hisoblangan. Masdan 4000 yil tarixga ega bo'lgan joy deb ayta olamiz. Chunki bu yer juda ko'na bo'lishi bilan birgalikda ko'p madaniy qatlamlarga ega bo'lgan joy. Demak, asarda yozilishicha, demak, Ulug'bekni ham qadam bu yerga yetgan. Ulug'bek ham o'shani tangasini 1428-yil tanga topdik. O'tgan yil mana muzeyga 250 ta eksponat topshirdik. Bu ulug' narsa. Undan keyin Bekni uyini ochdik. Bekni qabulxonasi ikkiga bo'lingan xomg'ish bilan, ichkaridan xomg'ish qo'yilgan bir qavat, katta bittali xomg'ish bilan tuproq bilan ekan. Shu yerda biz 1891-yil karabin, uruslarda karabini bor. O'sha uruslar kelganda unday qilib otadigan 5 otar deydi. Shu 5 otar karabinni patronlarini topdikda, uchi odamni otgan shu yerda ular kirgizib, hech kim bilmasligi uchun, shu yerda o'zida odamdan chiqadida yaqin bo'lgani uchun devorga taqalib qoladi. Devordan olib yana joyiga qo'yib, shunday qilib akt qilganmi, davlatnoma qilganmi falonchani otdik deb shu narsalar topildi o'tgan yil. Bu katta narsa, demak, Nurga 1920-yilda Buxoro amiri tushgandan keyin taxtdan Frunze aldagandan keyin u kishi ertalab bambit qilganlardan keyin Budyonini konni diviziyasi, otliq diviziyasi kelgan. Kogonga u paytda temir yo'l kelgan bo'lgan. Shuning uchun u kishi qochib ketganlar. Bizga Bazil 6 yili noyabrda qarib 7 yil bu yerda odamlari qarshi urushgan urushga. Urushda bu yerga Aleksey Bux degan kishini vuzvoti kelgan. Va o'sha odamga qarshilik juda kuchli bo'lgan. Bazir 1926-yil noyabr oyida Said hokimiyati o'rnatilgandan keyin bu yerdan biron kishi mahalliydan yangi hukumatga xizmatga biron kishi bo'lmagan.